Nima qilasiz buni? Oshgami? Inson uchun 4-5 oylik quyonlarning go'shti eng foydali hisoblanadi. Quyonlar tez o'sishi bilan boshqa jonivorlardan farq qiladi. Masalan, buzoqchaning vazni 47 kunga kelib 2 barobar ortsa, quyoncha 6 kunning o'zida xuddi shuncha vazn yig'adi. Bir oyda esa bu ko'rsatkich 10 barobarga yetadi. Bunday jadal yetiruvchanlikka sabab quyon sutining yuqori ozuqaviy qiymatga ega ekanligidadir. Ushbu ozuqa tarkibida to'laqonli yengil hazm bo'luvchi oqsil, vitamin, makro va mikroelementlardan temir, fosfor, kobalt, ftor, magniy, kaliy, marganez, rux va boshqa moddalar mavjud. Quyon go'shti mol, buzoq va tovuq go'shtlariga nisbatan foydaliroq hisoblanib, inson tanasida 90% gacha o'zlashtiriladi. Xalq tabobatida quyonning yog'i ham ko'pgina kasalliklarga davo hisoblanadi. Kosmetologiyada go'zallik vositalarining gipoallergik asosini yaratishda, shuningdek, farmatsevtika sanoatida ham qo'llaniladi. Parhezbop hazm bo'lishi yaxshi o'zlashtiriladi. Tanada moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Ayniqsa, ateroskleroz rivojlanishining oldini oladi. Bu bolalar, keksalar, homilador va emzikli ayollar, og'ir xastalikni boshdan kechirgan insonlar, yuqori jismoniy yuklama bilan ishlovchilar va sportchilarga juda ham foydali ozuqa hisoblanadi. Uni dietologlar yurak-qon tomir tizimi xastaliklarida, qandli diabet, gipertoniya, jigar, buyrak, o't yo'li va ayrim me'da-ichak tizimi kasalliklarida tavsiya etadi. O'sma kasalligi bor bemorlar va ekologik jihatdan noqulay hududlarda yashovchi insonlarga ayniqsa bu go'sht juda ham foydali. Shuningdek, ushbu ozuqa allergiyaga moyil insonlar uchun ham tavsiya etiladi. Quyon go'shti parhez mahsulotlari sifatida birinchi o'rinda turadi.